Erkaklik urug'iga ta'sir ko'rsatadigan 5 ta asosiy faktorlar bor. Birinchisi bu chekish. Sigaret tarkibidagi nikotin va shunga o'xshagan turli xil zararli mahsulotlar bu urug' genetikasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, juda ham ko'p surunkali chekadigan insonlarning urug'i juda ham ko'p deformatsiyaga uchragan bo'ladi. Ikkinchi faktor bu spirtli ichimliklar iste'mol qilish. Agar siz spirtli ichimliklarni muntazam ravishda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu sizni testosteron gormonining pasayishiga olib keladi va natijada sizda urug' ishlab chiqarishni pasayish holati kuzatiladi. Uchinchi faktor semizlik. Bilamizki, semiz insonlarda juda ham qon quyuq bo'ladi va buning natijasida aynan moyak hujayralariga yaxshi qon, yaxshi ozuqa yetib bormaydi va shuning hisobiga urug' ishlab chiqarishda muammolar yuzaga keladi. To'rtinchi faktor stress. Stress faktorlari to'g'ridan-to'g'ri erkaklarning nerv sistemasiga ta'sir ko'rsatishning hisobiga aynan moyakka ishlab chiqarish uchun, ya'ni signal beradigan apparat yaxshi ishlamaydi. Shuning hisobiga urug' ishlab chiqarish kamayadi. Beshinchi faktor issiq vanna va saunalarga borish. Erkakning moyaklari urug' ishlab chiqarishi uchun tana haroratining 1-2 gradus pastroq holatda bo'lishi kerak. Siz tez-tez issiq vanna yoki saunalarga borishingiz hisobiga aynan urug'ni ishlab chiqarishi uchun yetarli harorat bo'lmaydi va shuning hisobiga urug' sifatsiz bo'lib qoladi, kam ishlab chiqariladi. Siz mana shu 5 ta faktorni yo'qotadigan bo'lsangiz, sizda albatta tezda natija bo'ladi va kelajakda sog'lom, barkamol, yutuq, yaxshi farzand dunyoga keladi.